Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Men uyga yana kerakli mo'shu sredstvalar oldim. Tugayotgandan, bunaqa yengichalardan, bularni ko'rsatishdan oldin sizlarga уже olib ishlatib ko'rgan sredstvalarimga otziv qoldirmoqchiman. Birinchi meni lyubimchikim mana shu pink pastasi, o'zini gubkasi bilan, faqat gubka уже tashaveradigan ahvolda, hamma bermaysizlar. Granit qozonlarni nimada yuvasiz deganlar uchun mana shu pastada yuvaman. Rosa barakali, menimcha 3 oy bo'ldi shekilli olganimga. Yana shuncha bor. Granit qozonlar, gaz, kafel, stoleshniца hamma narsaga bo'ladigan universalniy sredstvo. Вообще yaxshi ko'raman. Keyingisi mana bunaqa kapsula, qopqog'ini sindirib qo'yganman faqat. Bu уже ikkinchisini olib ishlatyapman. Birinchisini tugatdim. Rosa yoqdi, hidi вообще zo'r. И byudjetный variant. Kiyimlarda shundoq hidi qoladi. Rosa zo'r, anchaga yetadi. И mana bunaqa linor. Bu dazmollarga, paravoy dazmollarga solib ishlatiladigan sredstvo. Kiyimlarni yumshoq qilib, hidlarini zo'r qilib qo'yadi. Вообще zo'r narsa. Endi yangi olgan narsalarimni chiqib mana shu kapsuladan boshlaylik. Bu trend bo'layotgan koreyskiy kapsula ekan. Mana asalligini qaranglar, yeb qo'ygili keladi. Hidi olcha bilan takoy gulli aralash hidi, lekin rosa stoyki ekan. Men уже pastel yeb ko'rdim. Butun uyim mashina hidi bo'lib ketdi. Sinergetik anti-jiri geli o'zi qayerdan olasiz? Shu sinergetikka deydiganlar uchun mana shu gruppadan olaman. Har xil narsalari bor. Pinkga влажный salfetkasi. Buni ham hidi rosa zo'r ekan. Shoshib turganda uborkaga zo'r narsa. Pink o'zini gubkasi pasta bilan ishlatadigan, вообще zo'r qattiq bo'ladi. Yusanglar lekin yumshoq bo'lib qoladi. Effekti zo'r. Mana bu dushovoy kabinkalarga hammomma kafillarni nalyotini ketkazishga zo'r ekan. Уже yaltiratib chiqdim, hammomimni ishlatib ko'rdim. И menga mana bunaqa ikki xil parashok qo'shib beryaptilar. Hozir hidi eng zo'r chiqayotgani mana shu ikkalasida. Rostdan ham men oshxonamda turib уже hid bo'lib ketdi oshxonam. Hammasini mana shu profildan olganman, shu tatmet qilib qo'ygan. Gruppalari ham bor Telegramda, kirib ko'rsanglar, bundan ham ko'p narsalar bor.